Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və Biz proqramımızın 101-ci sanlı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürlərimiz, yıllardan buyan davam qılıb kilovatqan bu proqramımız aradan 2 aydan köpürək vaxt ötüb ketən mənağı məlum bolğandək Ramazanның kirişi bilan toxtağandıq. Ramazanda əlbəttə hər günü iftar saatida xilma-xil ölümlərimiz bilan söhbət qılğan bolduq. Əmdi ettiğin keyin qurban et oldu degəndə aralıqda biraz üzülüb qaldı. Biz program başlığandan tatib ta bugün günkəgəcə hər bir Müslüman çoxum roşan dəlil asasıga Qur'an, hadisdən keltirilgan bu nurluq paketla asasıda düşünüş gerek bolğan hayatımızda intayim muhim bolğan xilma-xil temalarni ayrım mavzu qilgan şəkildə Allah'ın rahmeti bilen 100 bölümünü tükütüp hoşlaşqandıq. Bugün yana sizler bilen yüz görüşüp oturduğumuz tünlüğün elanımızda bəgəndək. Allah ömür bəsi yana şu hayatımızda bir Müslüman buluşduğumuz bilen özümüzde Müslüman deyilkənimiz bütün sahada hayatımızın her bir bulun puşqaqlarıgacha biz bilişki tegişlik bolğan düşünüşki tegişlik bolğan məsələlərini muşundaq tema şəkildə huzurlarga sunuşqa tirişimiz. Programımızın daimlik aziz mehmini həmən tanış bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümələr Birliyi şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşğari'nin təklif olduğu qiymetli vaxtını çıxırıb qədəm təşrif qılğanlar üçün köp rəhmət etiriz. Allah razı olsun. Qadirli görürlərimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydanda tarqıtılıb atıdı. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai uçur vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga alaqadar arqanaq fikir təklif bolsa, berişinlərdə, suallarınlar bolsa, soruşunlarını ümid qılımız şundaqla köplügən qaydandaşlarımızdan paydalanış üçün həm bəhərləb qoşunu həm unutmayısınlar. Əmdi biz tünügün elanımızda bəgəndək bugünkü temamız Müslümanın ölçümü qandaq buluş gerek degan şəkildə bir mavzu qoyğan bolduq. Əlbəttə həmmimiz özümüzni bizden çoğu Müslüman yoxdək, əmmi işini naiti cayda qılıb ketiyatqandək sözləyimiz, gəp qılımız. Amma hayatımızdan hər bir şonğub kirgə vaxtımızda bulunmuş qaqlağa. Nurğun məsələlərdə acizlik qılıbatqanlığımız, görsətgən Allah buyurğan şəkildə mağanmayatqanlığımızı his qılımız əmdə. Bunu bugün inşallah vaxtımızın yetkince biraz tunuşturuşturuşimiz. Ustadın da olsa bir vasıta kirib kesek programımızga. Aldı bilen biz temamızda ölçem, yani Müslümanın ölçümü qandaq buluşu gerek dep koygan bolduq. Nime üçün Müslümanlıqda muşundaq ölçem buluşu şart degan sualdan kirgen bolsaq yani. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Dünyada her qandaq bir faaliyette, yoki her qandaq bir işte, yoki her qandaq plan layihada məğlubiyyətdən saqlanış, ziyandan saqlanış və səmimiyyətsizlik, yoki saxtpazlikdən saqlanış üçün onun qayda ölçümlərinin qoyuluşu tələb qılındı. Yoki şart qılındı. Bu dünyaga təbə, turmuş təbə, qaysı bir sadık iş üçün qayda, prinsip yoki ölçəm qoyuş tələb qılınğan yerdə bu insannınki dünyalığı münasibetlik, ahiretlik münasibetlik çoğun bir meselede Müslümanlık ölçümünün koyuluşu bu bir tabii bir ahval. Mesela dinimizden asas boğan Kur'an sünnet qaraydigan bolsak, insanın şahsi hayatı olsun, ailevi hayatı olsun, yoki ijtimoiy hayatı olsun, yoki sosial ticaret tabi hayatı olsun, yoki siyasi faaliyetga aloqador olsun, yoki hatta istihbaratçılık olsun, yoki harbiy ishlarga jangliq munosabatlik ishlar bo'lib qolsin, hammasida islomningki u to'g'risida qoida prinsiplar bor. O'lchamlar bor. Qur'on, sunnat buni bekitgan, bekitgan. Xo'sh. Shu bu yerda biz sog'lom musulmon bo'laylik, bu Qur'on, sunnat bekitgan bu qoida prinsiplarga yoki bu o'lchamlarga rioya qilish to'g'ri keladi. Bu musulmonninki dindorligini to'g'ri tutib menishi ömür bo'yi. Chunki bu vaqtda musulmon bo'lgan olmaydi. Ya bir 2 yil musulmon bo'lib, endi keyin boshqa bir gap bo'ladi degan olmaydi.
Xo'sh. Bir musulmon inson o'zining dindorligini to'g'ri tutib menish masalasi, uning bir tijoratini idora qilish masalasidan, biror shirkat fabrikasi bo'lib qolsa, uni idora qilish masalasidan, hatto biror tashkilot bo'lgan bo'lsa, uni idora qilish masalasidan qiyin, murakkab bir masala. Tashkilot raisi bo'lgan bo'lsa, olinishi mumkin. Xo'sh. Biror fabrika bo'lgan bo'lsa, taraqqiy qildirib o'zgartirishi mumkin. Sol set qo'ygan bo'lsa, natija qozongan bo'lsa, davomlashib, natija qozonmagan bo'lsa, o'zgartirishi mumkin. Ammo bu iymon masalasi, islom masalasida inson bu vaqtliq muomala qilolmaydi. Bu umrning oxirigacha o'zi haq deb qaragan, qanoatlangan masala mustahkam turishi talab qiladi. Bu musulmonlikning taqozosi. Chunki inson tijoratda rivoj topolmasa, o'zgartirgandek, shirkatda ziyontas uni taqo'tagandek, bu musulmondarchilikni o'zgartirmaydi, taqo'tmaydi. Agar buni taqo'taman yoki musulmondarchilik bir şey to'xtaman deb qarasa, bu dunyolikni oxiratlikni tanglab ziyon tortadi. Shu musulmon dunyolikni ziyon tortmasligi, oxiratlikni ziyon tortmaslik uchun Qur'on, sunnat o'ttirib qo'ygan musulmonlikning bir bo'lak o'lchamlari, prinsiplari, qoidalari bor. Buningga rioya qilish lozim. Agar buni rioya qilmay, kishilar bunda qildi ekan deb jamiyatdan bir narsaga qiyos qilib kallasi bo'yicha yoki musulmon degan o'zi xohlaganini qilsa bo'ladi. Bu Qur'on sunnatning bugungi zamon mos kelmaydigan bo'lib qoldi. Yoki davri o'zgarib ketdi. Bunda qilsa nima bo'ladi deb o'zi xohlagancha, o'zining nafsi xohish bo'yicha yashayman desa, yo fikr qilaman desa, yo ish qilaman desa, u cho'qim ziyon tortganmi. Uningki musulmondarchiligida bir saxtipazlik, samimiyatsizlik, yoki o'lchamsizlik, shaklvozlik deganga o'xshash turli illatlar oqidan paydo bo'lishga boshlaydi. Shunga har qanday bir musulmonning dindorlikdagi o'lchimida bu samimimi yoki samim emasmi, buni bilishning yo'li nima desa, u musulmonning Qur'on, sunnat o'ttirib qo'ygan o'lchamlarga, prinsiplarga, ko'rsatmalarga bo'ysunmaslikka munosabatli. Xo'sh. Ya'ni bir musulmon islom o'ttirib qo'ygan bo'yicha samim musulmon bo'ldimi, bo'lmadimi? Yoki bu musulmonlik o'lchimi rioya qilib yashagan bir musulmonmi yoki shaklvoz bir musulmonmi? Ismida musulmon, dadiston qilib qolgan bir islom bor, kallasida. Ammo islomning mohiyati, dunyo ko'z qarashi, prinsiplar kallasida bor yoki yo'qdi. Buni bilishning asosi, yoki buni o'lcham qo'yishning asosi bu kishining hayoti, buning tasavvuri, harakatlari, qiliqlari, axloqi, yurish turishi bu Qur'on sunnatning prinsiplariga, ko'rsatmalarga uyg'un keladi. Bu yerda bilamiz. Shartmish. Qur'on Karim bu vaqtda likullin ja'alna minkum shir'atan va minhajan. Alloh taolo ilgirki millatlarga kitob tushirgan bo'lsa, masalan, yahudlarga, xristianlarga va boshqalarga har birisi shariat belgilab bergan. Mana to'g'ri yo'lmish shu. Hidoyatning yo'limiz shu. Siratal mustaqim shu. Bundan ayrilib ketmanglar deb bekitgan. Nima uchun bu yerda butun insoniyatning hammasi birlam shariat tushirmay, necha xil shariat tushir desa, butun ilohiy tarafdan kelgan shariatlarning hammasining asosi bir. Prinsipal masala o'rtaq. Aqidasi o'rtaq. Aqidasi ixtilof yo'q. Alloh tarafidan tushgan oltin. Xo'sh. Ammo shariatda o'zgarish ahvoli yuz bergan. Chunki shariat her davrga mos keladigan, her davrning ehtiyojlarini qandaydigan bir prinsip, o'lcham, ko'rsam bo'lganlik uchun insonlarning aqliy taraqqiyoti, insonlarning fikri taraqqiyoti, davr taraqqiyoti uyg'un holatda bu oddiy holatdan murakkablikka yoki qisman holatdan umumizlik holatiga o'zgarish shakli bilan shunga Alloh taolo har bir ummatga ayrim bir shariatni tushirgan. Ham bizga tushirilgan bu shariat eng oxirgi shariat bo'lish e'tibori bilan qiyomat kun qadar insonning butun talabiga, ehtiyojiga uyg'un. Alloh deydi, biz sizlar shariat bekitib berdik. Musulmon bo'lman sani bu shariatning ko'rsatmasi bo'yicha yashamaydi. Bu yerda bir minhaj, metod bor. Ro'shan yo'l bor. O'lchammish shu. Qatta bayyana rushdu minal g'ay. Nimaning hidoyat, nimaning ozg'unlik, nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini biz Qur'on sunnatda aniq bayon qilib berdik. Bu ko'rsatmani tutib mansanglar,
Şeriatning ro'yi bo'yicha yashagan bo'lasizlar. Yo'q, u bugungi zamonga moslashmaydi. Paloni faylasuf buni deb ekan, paloni olim buni deb ekan deb o'zingning nafsiy xohishingga ergishib, bir insonning so'zini, insonni yaratgan Allohning so'zini ustidan qo'yganlar deb qolsanglar, u vaqtda sizlar musulmondarchilik o'lchamiga rioya qilmagan bo'lasizlar. Xo'sh. Yana shunday Qur'oni Karim musulmonninki, ya'ni musulmonlikning o'lchamini bayon qilib, ya ayyuhallazina amanu atiulloha va atiur rasul va la tubtilu a'malakum. Mu'minlar, sizlar Allohga bo'ysuninglar. Allah'ın ko'rsatmasi bo'ysuning. Allah'ın ko'rsatmasi nima Qur'oni Karimda? Payg'ambarga bo'ysuninglar. Payg'ambarga bo'ysunishning yo'li payg'ambarning sunnatlarini, hadislarini tutib manishdi. Agar sizlar buni birisiga itoat qilmasanlar, yoki ikkisiga itoat qilmasanlar tugashgan anlashadi. Ishingni bekasini. Agar Qur'onni tutmay biz sunnatlar ishimiz yo'q, misalni. Biz Allohga itoat qilgan insonlar payg'ambarga itoat qilmaymiz misalni. Payg'ambarning so'zini olmasanlar, uni tatbiqlamasanlar, ko'rsatmasi bo'yicha ma'lumotsanlar, sizlarning qilgan ishinglar bekor. Shuning bugun kunlikda ba'zi qarindoshlarni ogohlantiramizki, biz Qur'on yeta, Qur'on kifoya, sunnat olmasin bo'ladi degan bu qarindoshlar xato yo'lga kirib qolgan. Azg'un yo'lga kirib qolgan. Bu Qur'onning aniq hukmiga, Qur'onni tutmamizda Qur'onning aniq hukmiga 100% zid yo'lga kirib qolgan. Bu musulmonlarning o'lchami tamamen zid bo'lgan, tamamen xilof bo'lgan azg'un bir yo'l. Shu qarindoshlar bir qism saxtpas, kazzablarningki, yoki islomni egizpas qilishga urinayotgan. Xo'sh. Bu odamlarning kayni kirib qolishdan ogoh bo'lish lozim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtimizda musulmonlikning o'lchamini 3 nuqtaga xulosalashga bo'ldi. Musulmonlikning o'lchamini 3 nuqta xulosalashga bo'ldi. Birinchisi iymonning asoslariga samimiy ishonish. Ya'ni tavhid aqidasi yoki islom aqidasiningki asosining hammasiga samimiy iymon keltirish. Chin qalbidan iymon keltirish. So'zi bilan, vijdoni bilan, qalbi bilan, aqli bilan, hayoti bilan, tasavvuri bilan iymon keltirish. Faqat tilida deb qo'yib, qiliqlari, sharkda boshqa istifodalaydi. Ham mush aqidaning ruhiy bo'yicha yashashga urinish. Dunyo ko'z qarashi, dunyo tasavvurini aqidaning ruhidan olish. Bu birinchi shart. Bu iymon keltirish faqatlam Alloh ishondim, payg'ambar ishondim. Uning taqozzosiga ishonish lozim. Taqozzosi bo'yicha sharikat qilish lozim. Taqozzos bo'yicha dunyo ko'z qarashni tiklash lozim. Taqozzos bo'yicha ideya shakllantirish lozim. Bu vaqtda musulmonlikning o'lchamiga tushgan bo'ldi. Bugungi o'lchamsizlik nadasi eng cho'ng chataq mana bu aqidaning ruhining o'lak ekanligi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh musulmonlar hammasi. Ammo uning taqozzosi nima? Maqsadlari nima? Hayotingizni bormi, so'zingizni bormi, ishingizni bormi, faoliyatingiz bormi, hayotingiz bormi, u yerga ya tushdi, ya tushmaydi. O'lchamsiz. Motor chataq. Iymon tushunchasi chataq. Tavhid tushunchasi, aqida tushunchasi chataq. Xo'sh. Bu birinchi asos. Ikkinchi shart islomningki arkonlar deb atalgan namoz, ro'za, zakot, hajdan iborat bu zahiriy asoslar bor. Buni ijro qilish kunlik hayotida. Xo'sh. Bu ikkinchisi. Iymon bo'lmay turib bu islomning arkonlari deb atalgan ibodatlarni ado qilsa oqmaydigan hammamizga aniq. Ham buni ular tugdi musulmonlarga o'lchami yo'q. Bu islom faqat iymon deb qo'yash, yodlab qo'yash, mush 5 arkon bilan tugdim yo'q. Bu arkon deganimiz asosi. To'riklar. Ammo buning tarmoqlari bor. Buningki to'liqlaydigani va go'zallashtirigani va qo'g'daydigani va himoya qildigani va kengaytirdigani va bu musulmonni qarasak, buning shaxsiy hayoti va oilaviy hayoti va ijtimoiy hayoti va so'z-setiqda iborat iqtisodiy munosabatli hayoti va ilmiy hayoti va bir davlat boshqarish, mustaqil yashash, davlat yo'q bo'lsa davlat tiklash, bugungi o'xshash kurash hayoti bo'lib qolsa bir siyosiy hayoti va buni chetlab ketolmaymiz. Bu to'g'risida dinimizning yoki shariatimizdagi prinsipal xarakterli ko'rsatmalarga bo'ysunish. Prinsipal xarakterli. Chunki islom dini ilgari ko'p qatam to'xtalgandek, bu ijtimoiy masalalar, siyosiy, iqtisodiy masalalarning prinsipal asosida o'tirgan tarmoqlar haqida ko'pincha to'xtalmaydi. Qur'on sunnatga kelgan bu prinsipal asoslarga bo'ysunish bu musulmonlarning o'lchami.
Şunun bilan birlikte bütün iş harekatlarda yaxshilik yuzlanish, yaxshi ish harakat qilishni asos qilish, yomon ishlardan qo'l yig'ish. Bu üç shart musulmonlarchilikninki hech kim voz kechmaydigan, hech kim sal qaramaydigan, ko'z yumamaydigan eng muhim o'lchamlarga iborat. Demak, xulosaga vaqtimizda musulmonning har qanday ish harakati, gap so'zlari, tasavvurlari, ideyasi, falsafasi, yana bir narsa o aqidasininki ruhiga uyg'un bo'lishi. O vaqtda musulmonlarchilikning o'lchami joyiga tushgan bo'ldi. Köptün gibi rahmet hakikaten gayet güzel şerhlep böyle. Şu diğerlerde misal gayet güzel keltirildi şu anda. Bir insanın ki La ilahe illallah bu iman etiş bilen Allah'a iman keltirip iman dervasıga kirip bunun kendinden hatta bir nurgullarımız bu 5 İslam'ın tövürüklerini mi ada kılamayatkan nurgullarımız var. Bu şunu ada kıldı değil bir xuddi binaga misal keltirilse sen bir onun ulunu töküp sımıtlarını bir tövürüklerini götürüp hiç kandaktık bezelmegen haletinden kuruk öy. Ama Allah nurgulluğan bizge şu güzel yol yoruklarını berip xalıgancha mening qashimga qandaq bezab kelsa bu uyani. Her bir mümin özünün tirishchanligi, amallari, güzel axloq hamma narsa bilan şu tövürüklere tiklengen şu oyunu kulağından kelgancha güzel lahiligin, bezigin deb bizge bu hayati dünyanın kısa bir müddetlik hayatını bergen geldi. Ve biz 100 bölümden bu yan nurgun meselelerini sözleyatımız, nurgun kemçiliklerimizni bilgen bulduk. Onunki çıkış yollarını sözleyen bulduk. Hem de silcemde müşünçü ola sözlengen turup, müşünçü ola uçuk roşan haleti turup, nimişka ya bu guva mesele emas, ya ki insan kıpılanmaydıgan mesele emas. Bu ölçemsizlik, bu özümüzün hayatını bir retke Allah ve Resulü razı bulduğun şekilde sep bulanmazlıkımızın sebebi değil mi? Endi bu biz ölçem hakkında to'xtaldik yuqorida musulmonlikning ölçemi. Bu musulmonlikning ölçemi dunyodagi boshqa o'lchamlarga solishtirgan vaqtida eng yuksak maqomda turadigan, eng ustun turadigan bir o'lcham. Xo'sh. Chunki bu islomningki musulmonlik qo'ygan o'lchami insonningki aqidasiga munosabatli. Yo'q, men aqida mandaroq keldi islomning. Men bu yana olmay ma tarafini olay deganman. İman keltirgan bo'lsa, boshdan oxirigacha o siziqdan chatnab ketolmaydi. İnsanning ibodatiga munosabatli, shaxsiy hayotiga munosabatli bu o'lcham, ijtimoiy hayoti yuqori deganimizdek uning munosabat. Bugun nima ish qilgan bo'lsa, qaysi bir soat tadqiqot bilan, bir ish harakati bilan, xizmat bilan ish qilgan bo'lsa, uning ham chatishlik. Bir fikrni o'tirib qo'yilgan bo'lsa, uning ham chatishlik. Eng mukammal bir o'lchamga ega. Yani insan aklını tapqandan tatıp ta aklını yo'qotgan kadar, yani bu dünyadan hoşlaşkan kadar bütün hayatı qartan ölçem bağımızı. Ölçem koyalğımız var. Bunda mükemmel ölçem başka bir felsefede, başka bir dinde, başka bir yani yok. Muşunca ola ilgar bir ölçemge, prinsipke igi boğan olsun Müslümanlar. Bu ölçemle düşenmezlik sebebinden ya ki emel kılmazlık, ya ki ra'yi kılmazlık, ya ki onunla mesuliyetçilik ruhi bilen kadem basması sebebinden bugün gerek biçare haletke çıkıp kalmaktı. Emeliyette bu Müslümanlarınki Müslümanlık ölçümü hakikat çoğun duruş ve yaxşılıkını asas kılıp yaşlaştığından ibaret bu iki şartga zich münasebetlik. Xulasılığa vaxtımızda Müslümanlardaki ölçem birisi hakikat, yani birisi yaxşılıkını asas kılıp hareket kılış, iş kılış, muş asas yaşaş. İki ölçem üstü kurul. Hakikat dediğimiz İslam akidesi. İslam'daki iman kısmı. İmanın asası ya ki iman nazariyesi. Biz bu vaxtda ilgili kısıkçı toxtaldık, hazır toxtalmayız. Biz ikinci kısmını biraz toxtalayız. Belki köpünçler biz imanın bilimiz o deyiş mümkün. Bugün toxtalmayız. Çünkü ayrım bir toxtalış, tigişlik bir çoğun deyim. İkinci birisi Müslümanın hayatındaki bir yaxşılık. Müslümanın hayatı yaxşılık degenimiz bu sözleşik addi to'yilgan bilan Müslümanınki hayatının 5'ten tartib oxirigacha bütün hayotiga
Çemberças bağlanılan iş hareketinden, stilinden, yürüyüş duruşundan ibaret. Gep kıysı mı? Müslümanlığa yarışa gep kılış lazım. İş hareket kıysa, Müslümanlığa yarışa iş hareket kılış lazım. Birer yani minister olsa, Müslümanlığa yarışa minister oluş lazım. Birer konsulga elçi olgan olsa, Müslümanlığa yarışa oluş lazım. Birer teşvikatçı olsa, kamera açı, mikrofon gelmesi olsa, Müslümanlığa yarışa iş kılış lazım. Birer devletin reisi olgan olsa, Müslümanlığa yarışa iş kılış lazım. Demek Müslümanın ki iş hareketi, faaliyeti, yürüyüş duruşunun ki takazzası. Bu Müslümanın yaxşılığı bu dairelerin hemmesi de ifadelandı. Şunun için biz Müslümandaki ölçümde birisi haqiqatda çiң turuş, yani imanda çiң turuş, yani birisi yaxşı hayatga, yaxşı iş qilishga, yaxşı fikir qilishga, umuman qilib aytgancha yaxşı harakatga otlanishdir. Hem İslamdaki yaxshilar qarasak, bu taqvolik va ihsondan iborat bu ikki asos ustida qurildi. Balkim ba'zilar yaxshi qildimmi deydi. Ba'zilar yaxshi qilgan bilan tagiq qarasa, ya minnat bor. Masalan, ba'zilar zakat bergan bo'lsa, zakatni berib olib, keyin minnat qilgan bo'lsa, zakatdan savobi qolamdi? Yo'q. Oyatning hukm bo'yicha, Qur'onning hukm bo'yicha qolmaydi. Xo'sh. Baka dedi. Minnat qilsang, qilgan zakatdan savob baka dedi. Shuningga o'xshash bir zakat qilmadi deydi. Zakat bermadi. Lekin boshqa bir yaxshilik qildi. Kendin aziyat bergan bo'lsa, buzg'unchilik qilgan bo'lsa, bir yani o'rishga, bir musulmonga zarba berishga, bir musulmonning izzat sharafini to'kashga uringan bo'lsa, bir yaxshilikni qilib turib, buni qilgan ishi savob bormi? Mayli siyosatchi olsun, mayli faoliyatchi olsun, yana professor olsun, yana kimisi olsun, savob bormi? Taqvolikqa bog'lanmagan yaxshi savob yo'q. Zakat berdi, minnat qildi, aziyat berdi, zakat bakadi da ayet. Zakat qo'sha shunchalar bir cho'ng shuar, cho'ng bir ibodat, nurg'un jafo to'kib tarni beralgan yerda sen minnat qilib qolib qolsang, bakadiga yerda. Sen qilgan boshqa bir ishingda bir aziyat bir ish bo'lsa, mutakabbirlik bo'lsa, o'zingni toniyanmasan, va hokazo, yoki bir musulmonning izzat sharafini muloqot qilgan, ziyo yetkazgan o'zingni bazasan, bunda bir qiliq bo'lib qolsa, sen bu qilgan ishdan savob bormi? Yo'q savob. Chunki islomdagi yaxshi ish taqvolikqa bog'liq. Taqvolik deganim. Taqvolik islomning ruhi bo'yicha yashash. İslamning ko'rsatmasi bo'yicha yashash. Ya'ni islom buyrug'iga yat turish, islom chekligiga yat turmaslik. Buni taqvolik deymiz. Xulosaga vaqt. Xo'sh. Yani bir şart var, ihsan. Taqvolikdan halqib o'tgan ikkinchi bir shart yaxshilik. Yani ishni mukammal qilish. Güzel shaklda qilish. Ijodiyat xarakterda qilish. Boshqalarga yoqqidek shaklda qilish. Voyaga yetkazib qilish. İslamdagi yaxshilik hammasi ihson shaklda, eng güzel shaklda qilish talab qilindi. Bu mening so'zim emas. Oyatni qo'yib turib payg'ambarimizning so'zidan misol olaylik. Oyat nurg'u yad muhsinin deb nadilagan bo'lsa, payg'ambarimizning so'zini misol olaylik. Innalloh katabal ihson ala kulli shay. Allah Teala her qanday ishni voyaga yetkazib, puxta, o'lchamlik, mas'uliyatchanlik, prinsipchanliklarni qilishni farz qildi. Bu sizning ixtiyoringizga bir ish emas. Xolisam qo'limni o'xshirib qilaman, xolisam puxta qilmayman, sizning ixtiyoringizga emas. Musulmonlikning taqozosi, gardiningizga tushgan ijtimoiy farzdir bu. Hadisda yo'qmi? İman aytgan bo'lsak, buni bosh ustiga deymiz. Bir ishni qildim, qo'ldan uchiga qilib qo'yganlik bilan, ko'rinish qilib qo'yganlik bilan, shaklbozlik qilib qo'yganlik bilan, ya kamerani olib chiqqanlar bu ish bo'lmaydi. Ishingiz birisi taqvolik tushish lozim. Nima ish qilishingizga qat'iy nazar, yaxshilab qargan bo'lsangiz, mayli vatan davosidan, millat davosidan, Allohning yo'lidagi da'vatdan, jihaddan, yana bir jumla. Birisi taqvolik qo'ygan, yana birisi ish voyaga yetib puxta qilinish. Bu şart ihsan, en güzel şekilde kılış. Herkesin bir yer başkalar çoğunçılık kılış, mutkabbirlik, özünü gösteriş ve şeytanın ki vesveseleri uğruyor yok bir yerde. Hoş. Ölçem bu. Bu İslam'daki şirketlerini puxta kılış, ölçemlik kılışın ibaret. Bu ufkun, bu nazariye, garip felsefesiyle, yani başkalarının ki felsefeler ne dep atılsın, işine inçke puxta kılış,
Mesela Yapondan mallarını puxta, candap qaldı mesela. Süpetlik. Prinsipcan buluş, məsuliyyətcan buluş, icadiyetcan buluş, icabi qilish deb atıldı. Bugünkü g'arb dunyosi va boshqaldagi ilg'orlik deb atalayotgan bu hukm islomning nazariyasida yoki islom tushanchisida, islom atalg'usida taqvolik va ihson deb ataladi. Xo'sh. Acaba biz boshqalarning qo'ygan u atalg'usi bilan ajoyib yaxshi ekan bu ish harakat tuzumi deb uni hayron qolamiz. Ammo o'zimizning 1400 yilga Qur'on sunnati bo'lgan aniq dalillar bilan, faktlar bilan ish qilsang taqvolik bilan bo'lsin, ihson darsi bo'lsin, boshqalarga o'rnak bo'lsin, puxta bo'lsin degan bu narsani biz bilmaymiz. Qanday musulmonlarchilik bu? Demak, bu yerda bizda mas'uliyat aniqki yo'qolib ketishi, ish harakatlarimizni bir prinsipsizlik, qalaymiqanchilik, tartibsizlik, menmanchilik, shaxsiyatchilik degan o'sha illatlar qarasa, hammasi o'lchamdan chetnab chiqib ketganligimizni ko'rsatadi. Bu ihson sifatidan yiroqlashib ketganligimizni chiqadi. Taqvo degan sifatdan uzoqlashib ketganligimizni ko'rsatadi. Islom jamiyatiga qarasak, shaxsiy xarakterdagi ibodatlar, nafllar, ko'ngil bo'lishda qiziqish yo ko'ngil bo'lish yaxshi. Masalan, hatta o namozniki deydi, masalan, yoki ro'zining deydi, ishdan chiqim ketmaydigan, iqtisodiy chiqim ketmaydigan qaraq ishlar qilgan. Iqtisodiy chiqim kelgan chog'da bir bo'lak musulmonlar cho'yindimay cho'yin. Taqvolik bilan ihson masalasini musulmonlar faqatla o'zi bilan munosabatli masala deb tushunib qolishgan ko'pinchisi masala. Shaxsiy ibodati, shuning bilan boshqalar bilan hech aloqasi yo'qdek tushungashgan butun kelib chiqqan natijada. Masalan, shaxsiy hayotga qarasak, ya'ni shaxsiy xarakterdagi farz naflar qarasak, ko'ngil bo'lish yaxshi yuqori degan. Masalan, hatto ba'zi namozdagi mustahab darajaga bo'lib qolsa-mu, uni tashlag'isi kelmaydi. Farz uchun tug'anlikni, sunnat uchun tug'anlikni olqishlash degan ishlar. Hatto savob to'liq olamizda ba'zi yerda namoz rafat qilib o'qish, ba'zi yerda amin nollik deyish mustahab xarakter. Uni desin namoz 5% oldi kelganini surib etmaydigan bir ish. Uni tashlag'isi kelmaydi. Ayni qilmasa chalovlab qolgandek. Ammo bu yerda ijtimoiy farz bor. Har bir musulmonningki o'tishki tegishli, ado qilish tegishli, hal qilish tegishli ijtimoiy majburiyatdir. Masalan, ilmiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, masalan, jang yoki harbiy munosabatlik u taraflardan deyli, har soati mas'uliyat. Bu yerga kelgan chog'da u naflada ko'rsatgan, u mustahabni ko'rsatgan, u qizg'in kayfiyat qani bu yerda. Ammo bu ijtimoiy farz kelgan chog'da bak pasiflashib ketaylik. Susib ketaylik. Naflini deb bir-birisi bilan ixtilof qilib urishadi. Mustahabni deb bir-birisi bilan munosabatni uzishadi. Ammo farz kelgan vaqtida, ijtimoiy farz kelgancha top qilinmaydi. Ya'ni shaxsiy ibodatda bor, ijtimoiy ibodat kelgancha yo'q. Yuqorqi savol mana bu shartda. Jamiyatga qarasak, islom dini musulmonda uning o'rni qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mayli olim bo'lsin, mayli millioner boy bo'lsin yoki siyosiy rais bo'lib ketsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning ish harakatlari mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yoki oshkor yushirin qilgan bo'lsin, mayli shaxsiy hayotga munosabatli bo'lsin yoki ijtimoiy hayotga munosabatli bo'lsin, ish harakatlarining hammasida samimiy bo'lishni talab qiladi. Mas'uliyatchan bo'lishni talab qiladi. Xo'sh. Prinsipchan bo'lishni talab qildi. Ish harakatlarining shariatning maqsadlariga uyg'un holatda to'g'ri bo'lishini talab qildi. Ham bu yerda ijobiy shaklda ijodiyat yaratish talab qildi. Bu islomning musulmondan talab qildigani bu. Qo'ygan o'lchimi bu. Mana buni taqvolik deymiz. Mana buni muroqibatulloh deymiz. Mana buni muhasib o'z-o'zidan hisob berish. Mana buni muhsin darsi deymiz. Mana buni musulmondagi izzanish ruhi deb ataymiz. Bu sifatlar bor. O'lcham bor Qur'on sunnatda, eng yuksak darajada boshqa millatda, boshqa dinda, boshqa davlat topilmaydigan o'lcham bor. Ammo uningga amal qiladigan, ammo uni tushunadigan, u masala haqida izlanadigan qanchalik musulmon. Afsuski biz musulmonlar oxirgi bir ish kasr mobaynida
Belki 3 asırını okumayın. Bir 2 asır deydi. 2 asır mabeyinde Müslümanlıkның ölçemleri ra'y qilmaydigan. İşlarni ihson darsi bo'yicha qilishga urinmaydigan. Ish harakatlarimizda mas'uliyatchanlik ruhi yo'qolgan. Oyda bir davr yashayapmiz. Bu taraqqiyot desa, taraqqiyotlar nima ishimiz deydigan? Madaniyat yaratish, gullantirish desa, bu bizning ishimiz deydigan. Bundan passiv bir holatga kelib qoldik. Madaniyat bizning nima ishimiz? Masalan, taraqqiyotimiz. Ama ona insanın şahsi hayatı bilen, ictimai hayatı bilen münasebetliliklerini düşünmeydiğin bu derslik bir savadsızlık, fikri, idevi savadsızlık düşkünlüktür Müslümanlar. Hoş. Bir qancha asır qarsak Müslümanlar şirketlerde dunyolik şirket, ahiretlik şirket deb ayırib etgan bir ahvol mavjud bir asrning mabeyni. Nima uchun Müslümanlar ilm ma'rifat kendi qoldi? O'z vaqtida Yevropa ustoz bo'lgan Avrupa'nın materyalini ta'minlagan, yo'lni ochib bugün taraqqiyotning asos o'lini sappagan musulmonlar bugun kunlik nima uchun ilmda eng oxirda. Demak, bu yer ilm ma'rifatni dunyolik ilm ma'rifat, oxiratlik ilm ma'rifat yoki diniy ilm ma'rifat yoki shunda bo'lishga qadam qo'ymagan bo'lsin, sal qaragan bir ahvol mavjud. Gerçi bo'lash Yevropaning nazariyasi bo'lgan bo'lsin, islomda mavjud emas bu. Bir qism musulmonlarda angsizlik va ba'zi, ammo sal qarashmaydi. Bu kisel yoluqdımız yoluqdu. Enin kendi bu dünyalık şirketlerin ibadet dep qarmaydigan bir ahvalga düşkali Müslüman. Dese bu iş savab var mı değil? Buna misaldan bir azı keltirdim. Demek Müslümanlar şirketlerin dünyalık şirket, ahiretlik şirket dep ayırganlığı bu dünyadaki şirketlerin hemmisini çeklenmegende bolsa dinimizde insaniyet ziyan etkenmeydiganlığı bolsa bunu ibadet dep qarayanmaganlığı üçün bugün Müslümanlar ilim ma'rifatda texnikada, sanoatda, siyosatda boshqalarga nima bo'lib qoldi? Qo'l uzadigan bo'lib qoldi. Gaday bo'lib qoldi. Bugun bir qism musulmonlar qaraydi. Masalan, sizlarga misol qaraying. Gerçi bununla aloqasi yo'q. Tashviqotchilik islom da'vatining bir qismidir. Biz islom da'vatini yetkazish uchun har qanday yerda berishimiz lazım. Mesela mescid bo'lib qolsa minbarda. Sorun bo'lib qolsa sorunda. Odam bo'yada bo'lib qolsa, nada bo'lib qolsa berishimiz lazım. Mescidde mesela 1000 adam yoki 2000 adam bor desak, so'zimizni anglaydi, da'vatimizni anglaydi desak, ba'zi vaqtlarda kameraning oldida necha ming odam anglashi mumkin. Gerçi restoran anglagandek ta'sir jihati bir az farqliq bo'lsa-mu, ba'zilarga nisbatan ama payda bilen ziyanlı seliştuğu vaxtıda sorun kilenmeydiğen mescidge hazır olanmaydiğen insanlar için bu teşvikat kameranın paydası mescidden minberden qilishmaydiğen bir davrda yaşayapız. Bugün küllikte teşvikat insanların ilahi qaylanıp kalıptı. Belki sen bazıları kuru gap deydi. Bugün teşvikat nime dep yüzlendi şunu kitap atmam deysan. Halalına haram dese, haram dağıtıda delil var mı yok demeye halal nesi haram kılıp getiren. Haram nesine halal dese, teşvikatının kendine ötep getip atmam. Bugün günlükte insanlar, Hudu Kur'an-ı Kerim istahvaza aleyhmiş şeytan. Şeytan bu insanların ki menesini, hatırısını hemen kontrol kılıp aldı degen koşuş. Haltı qarab bakayım. Kolada qanchalik vaqt Kur'an turdu, qanchalik vaqt kitap turdu, qanchalik vaqt qog'oz turdu, qalam turdu, qarab baq, qanchalik vaqt telefon turdu, qarab baq. Dadisidan, onasidan, otasidan, sanisidan, balasidan qarab baq. Ko'rgan narsa qarasa foydali deyishim. Qancha % foydali? 5% yetamda foydali. Balalarning halti qarab baqaydi, ruhiy haltiga yoki ko'z qarishiga yoki uning o'zida da'vo qilgancha istigini bo'yicha sharkat qilish degan gap so'zlar qarab baqaydi. Demek bu teşvikat bugün kunlarda mau to'g'ri, mau xato demisi bu? Mening kaynimdan mangsam uni bo'lsa mashhur bo'lasan, bozor chiqarasan, yoki u bo'lsa, bu bo'lsa deb insonlarni o'z tarafga tatib kontrol qilib o'tmoqda. Iloh degan ash. Xo'sh. İnsanni to'g'ri yo'ldan xato yo'lga boshlagan bo'lsa, bundan ayrilolmaydigan bir yer kelib qolgan bo'lsa, inson iloh degan ash.
Bu bir misal noktasıdır davdi. Demek bir yer bazı qarindoshlarga bu kamera bugungi kunlikda bu minbarga o'xshash islom davrini yetkazishdan maydon bo'ladi. Bu lazım bugungi kunda islom davrini yetkazish uchun. Bu vatanniki faoliyat uchun, millatniki xabarlam dunyoga to'tib yordam berish uchun bu islomiy xizmat. İslamdaki cihatning bir turi. Ba'zi vaqtda tömür ta'sir bilan cihat qilgan bo'lsa, ba'zi vaqtda kamera bilan cihat qilgan bo'lgan bir reallikda yashayaptimizda, ba'zan savob bo'lmaydi bu ishga yordam qilsa deydi. Besh vaqt namoz o'qiymiz deydigan, ro'zani insonlarning hali savob bo'lmaydi. Bu tutsin. Düşmanımız bu ishni ishiltib turib, yillardan birisi kamera tashviqot bilan bugungi kunlikda Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlarda zulm yo'q. Mesela dünya anlatıvatqana bütün narsa mushtarning quvvatida bor. Askeri bilan qilmadi. Yana bizimiz quroli bilan qilmadi. Mush kamerasi orqali Sharq Turkiston zulmlar, Uyg'urlar bayashab yashayotdi, kulib yashayotdi, naqsh usullar bilan bütün dunyoni aldayotdi. Aldigan narsa sag'an mablag'i bir istihbarat olsa bizse kamera. Ve düşmanning bu tashviqotlarga qarshi musulmonlarmi, mesela bizlarmi o'xshash uslub bilan uning raddiya qaytarish farz aslida bizning majburiyatimizda bütün millatning yani. Demek ahvolimiz dunyolik oxiratlik deb ayirgan. Dunyodagi harakatni dinimiz cheklanmaganligi bo'lsa, buni ibodat deb qarayolmaganligimiz uchun ilmiy jihatdan kelib qolgan holimiz, siyosiy jihatdan kelgan holimiz, texnik sanoatdan kelib qolgan holimiz bu. Bu İslam ölçümüge, Kur'an sünnet ölçümü için fakat düşmeyin. İslam yaxşı görmez, fakat yaxşı görmedi bunlar adam. Ebgani, hurun, bu adam yaxşı görmedi. Allah. Tahu, köpünçemiz anlayan gaplar mesela. Dünya hayatı, ahiret hayatının kövrük edildiğinde belki bunu anlamayan bir Müslüman olmamız gerek. Dünya hayatı, ahiret hayatının kövrük ediyoruz. Bu körekten ötmey durup qanday bir natija qazanadi. Buni körek deganimiz xalqliq bir bosqich degan gap. Bu unda bo'lgancha oxirat hayotida bir unumlik, qalbilik bir natijaga erishish uchun bu körekten sog'lom ravishda, jonliq ravishda o'tolmasak, vaqt oxiratdagi mukofot nima turibdi bizga? Biz o'lsak ham jannatga kiradigan unda va'd nima bor ekan? Xo'sh. Körek deymiz, lekin buni tushunmaymiz, buni qadr qilmaymiz. Şu yer kisip deyimizki qarindoshlarga biz bu dünya işlerimizde, dünyalık işlerimizde netij kazanmay turup ahiretlik işlerimizde netij kazanmayız. Bunu kisip deyimiz. Doğru. Dünyalık işlerimizde netij kazanmay turup ahiretlik işlerimizde netij kazanmayız. Belki bazen itiraz bildirishi mumkin. İnsan urushli şehit o'z cennet ko'rdi. Eğer haqiqiy cihat meydanida bo'lgan bo'lsa, shaxsiy mas'uliyatini, ijtimoiy mas'uliyatini ado qilgan birisi bo'lsa. Ba'zi insonlar bor. Faqatlam mushtal bo'lsam kerak ekan deydi. Ammo ijtimoiy mas'uliyatni tushunmaydigan. Ijtimoiy mas'uliyatni ado qilishga tirishmaydigan, uni urinmaydigan, bilpaqay demaydigan. U mas'uliyatning hisobini qachon bersin? Her ishning o'zining o'rni bor. Xo'sh. Demek bir insonninki aqideden ado qiladigan mas'uliyati va ibadetten ado qilgan mas'uliyati va ijtimoiy ishlardan mas'uliyati va oilasining mas'uliyati va davlatning mas'uliyati va jamiyatning mas'uliyati va iqtisodning mas'uliyati va u mas'uliyatchi. Demak, bugungi musulmonlarniki passivligi, ojizligi, boshqalar qo'l tanlaydigan yoki kap qilish sababi dunyolik ilm ma'rifat ishlarida natija qozonmadik. İşki esirmabin. Enin aldığı dünyanın ustazları olan Müslümanlar işki esirmabin ilim ma'rifat dahil. Siyaset gelge vakti bugün dünyada garip dünyası baş siyaset olur. Özden siyasını bilmeydi. Özden dinin düşenmege adamın kandamı İslam'dan siyaset ezerisi bilsin. Hoş. İhtizat bunu gitmeydi vakti. Ve içtimai meseleler, idari meseleleri ve tekniklerin söz aşkırılmaydı. Demek bu meseleler biz netice kazanırsak o vakti da ahiretke sağlam yola çağırıyoruz. İnsaniyet payda yetkizimiz deydiğimiz bu dünya işleri netice kazanış lazım. Müslümanların izzet şeref eriştirmemiz, özümüzde eziz kılımız, hürlük eriştirmemiz bu dünya işleri netice kazanış lazım. Bunun için ne lazım? Güçlük iman, Hoş. sağlam fikir, canlar, ya güçlük, ilim marifet lazım. Ahırgıç. Bu ağızlık sözüyle bu işinden öddisten çıkıp olmaydı. Demek bir bölük Müslümanların dinine
asli peti bo'yicha ya'ni Qur'on sunnat izohlagan o'ttirib qo'ygan bo'yicha sog'lom tushunmasligi sababidan siyosiy hayotni davlatchilik hayotini yoki davlat nazariyasini islom bilan aloqasi yo'q deydigan yer kelib qoldi. Bugungi kunda ba'zilar desa bugungi kunda emas balki hali burunli. Bu siyosetning yoki davlatning gapini qilsa islom bilan aloqasi yo'q. Qur'on sunnat bilan buni munosabat yo'q bir gap bizning nima ishimiz? Bu palana aqullanan ishi deb boshqa dongap qo'yib qutulish qo'l. Demak bu islomni tushunmaganlik, islomni parchalab o'tganlik, xato tushunganlikning ifodasi. Yani mening shaxsiy hayotim bo'ldi, qo'sqim to'ysa, bolalarimni boqsam, jamiyatlar mening nima ishim, musulmon millatlar bo'lsa, uning nima ishim, davlat nima ishim, nima bo'lsa bo'lmamda. Uning qo'lda yashamdik, buning qo'lda yashamdik, bir namoz o'qisam ishim tugaydi deydi. Bu islom o'lchami, musulmonlik o'lchami tushmaydi bu ish. Xo'sh. Afsuski yana bir bölük musulmonlar zamanımızda mijaziga yaqqan, islomning ko'rsatib qabul qilgan mijaziga yoqmay qolib qolsa, qabul qilmaydi. Qabul qilmaydigan bu holat yashadi. Bu qanday o'lcham bu? Har qanday bir yarishsin, buning bir o'lchami bor, bir shartlari bor, shartnomalari. Biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bu imzoni qo'ygandan buni rioya qilish lozim. U vaqtda bir samimiylik bo'ldi, u vaqtda bir izzat sharaf, u vaqtda mustaqillik, hurlik, oxir nima chiqdi? U vaqtda bir samim bo'lgancha odam ish qo'liga keldi. İslam qarshi ko'plagan musulmonlar islomning taraqqiyparvarligiga kuchmaydi. İslamning taraf bilmaydi. İlmiylikini, madaniylikini, bugun insonlarimiz intilayotgan adolatparvarligi, insonparvarligi degan o'xshash bu prinsiplarni tushunmaydi. Ham qiziqmaydigan bo'lib qoldi. Tushunmaganlik uchun bu masalalarni buni ularning ishimiz bizning kerakli bo'lib qoldi. Xulosaga vaqtida nima uchun musulmonlar qo'lida shunday eng güçler bo'lsinmi? Dunyoda boshqalar topilmaydigan eng yuksak o'lcham tarozi bo'lsinmi, yana boshqalarning orqada nima uchun o'lchamsiz ish qiladi? Desak, islomni bir butun tushunmaslik. Yani Qur'on sunnat bayon qilgandek, payg'ambarimiz izohlagandek bir butun tushunmay, shaxsiy hayot bilan shaxsiy faoliyatlarni cheklab qo'yish. Sog'lom fikrga ega bo'lmaslik, islomni o'ttirhal tushunmaslik, hayot uchun bu dunyoni taraqqiy qilish uchun vatanni taraqqiy qildirish. Bu hayot uchun kurash qilish, bu hayot uchun vatanni taraqqiy qildirish, gullantirish degan qo'shib, bu faoliyatlarni ibodat deb qarayolmaganlik uchun musulmonlar tushkunlashib ketgan. Xo'sh. Musulmonlarning bugun tushkunlashib ketish ortiq yapishning sabablarining eng chong omili bir islomni bir butun tushunmaslik, islomni o'ttirhallik bilan tushunmaslik, sağlam bir ideyaga ega bo'lmaslik va bu dunyo uchun ish harakat qilishni ibodat deb qarayanmaslikdan tushkunlashib bugungi holatga kelib qolgan. Boshqalar nima bo'lsa bo'lmamdi deydigan yerga tushib kelib qolgan. Demak, bu yaratuvchi qarta, jamiyat qarta, millatga, davlat qarta, insoniyat qarta musulmon o'zining vazifasini unutib qolganlik sababidan mas'uliyatni tanımaganlik sababidan buning bedelini o'tayapti bugungi kunda. Allah bergen büyük nimetini özü tonup, özü düşünüp, başkaları takdim kılanmaganlıkların cezasını öteyapti. Bugün Müslümanlar düşkünleşip de dünya bugün veyrancılık altı yaşadı. İnsan özünün insanlığını qoğdayamaydigan bir basıp yaşadı. Bunun esas sebepçilerinden birisi Müslüman emas mı? İnsanga, dünyaya, hayatlıkka, dünyavi tinchlikni o'rnatadigan bir prinsipni ko'rsatsa, buni amal qilmasa, buni vujud chiqarish tirishmasa, o'zini qo'g'dash taqib bilmasa, hayotni kashf qilolmasa, dinni ko'rsatib amal qilmasa, bu musulmon bilan mas'ul. Bo'lmay qoladi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yaxshilik qilsang natijasi bor. Mas'ul yomonlik qilsang yoki mas'uliyatsizlik qilsang albatta bundan bedelini o'taysan. Demak, bugun musulmonlarningki holati o'ziga zulm qilganlik sababidan Alloh zulm qilmaydi insonlar. Zulm qilgan bo'lsa, o'ziga zulm qil. Amal qilmaslik, tushunmaslik, urinmaslik, izlanmas sababi. O'ziga zulm qilganlik sababining bedelini o'tayapti. Xo'sh. Allohul musta'an. Alloh ishqilib nurg'un masalamiz va haqiqatan o'ngshash tegishli ekanmiz. Yuqorida so'zlab o'tilganlarning dal aksini qilgan vaqtimizda nijotlik erishganligimiz ko'rilib turdi. So'zlangan butun salbiy masalalarniki.
Hem de ahırda kısa bir şekilde programımızın vaktimi tügey dep kaldı. Şu Müslümanlıktan en muhim ölçüm hakkında bir şey yazıp tüketken mesela. Müslümanlık iman etkandan keyin İslamnınki farzlarini ada qilish boshlagandan keyin va islomni bir butun tushunish uringandan keyin eng muhim bo'lgan musulmonlik o'lchami nimasi? Qalbini poklashga harakat qilish. Xo'sh. O'z-o'zidan hisob elish ruhini yetildirish. Bu musulmonlikning eng chong o'lchami hisoblanadi. Iymon etgandan keyin İslamdan asas amal qilish boshlagandan keyin va islomni bir butun tushunay deb buni izlay boshlagandan keyin qilgan eng muhim ishning birisi qalbini poklashga va o'z-o'zidan hisob elish ruhini yetildirishga urinish. Chunki o'z-o'zidan hisob elish, o'z-o'zini tekshirib turish bu har bir insonning iymonini taraqqiy qildirishga, vijdonini jonlantirishga, ruhini saplashtirishga ve ish harakatini islom shariatiga uyg'unlashtirish uchun eng chong muhim omil o'z-o'zini hisob olib turish, o'z-o'zini tekshirib turish. Chunki inson qarasak, insonning xarakteri o'zining ko'z qarashlarini yaxshi ko'radi. O'zining qilgan ishi bilan ba'zida faxrlanib qoladi. O'zini xato chiqarib o'tib kelmaydi. Insonningki o'ziga qo'yib ba'zi. Shunga bu qalbini poklashi her vaqt, her doim, her kuni o'z-o'zini hisob olib turish, buni muroqaba deymiz atalığımızda, yoki muhasaba deymiz, o'z-o'zini tekshirib turish bu intayin muhim ishlar, lekin eng qiyin ishdan birisi. Chunki inson boshqalarga aldirib baho beradi, boshqalarga aldirib marka chaplaydi, ammo o'zi o markani chaplash kelgan vaqtida ikkilanishi mumkin. Xo'sh. Bu inson qalbini poklashtirish uchun o'zini tekshirib turishga, o'z-o'zidan hisob elish sal qargan vaqtida kontrollikni yo'qotib qo'yadi. O vaqtida to'g'ri yo'l ketib borman deb xato yo'l kirib ketishi mumkin. Shaytonninki qopqonlari uchib qolishi mumkin. Eng jiddiy nozik paytlar setilib ketishi mumkin yoki xatarli yo'lga kirib qolishi mumkin. Chunki Alloh taolo payg'ambarga xitob qilib, nafs payg'ambarga nafsi xohishiga ergishishdan chaqirgan. Ya'ni hukm baynan nas bil haqq va la tattabil hawa fayudhilluka an sabilillah. İnsanlar arasında haqiqat bo'yicha ish qil. Haqiqat bo'yicha hukm chiqadi. Nafsi xohishiga ergishib qolmadi. Nafsi xohishiga qallisi bo'lgan bo'yicha shariatning ro'yi zid ish qilib qolsalar ozgina shu deydi. Fahkum baynan nas. Bu temada qilishlik eng muhim ishlarning birisi har bir inson o'ziga boshqalarning ko'zi bilan qarab baqish. Davomli o'zini oppoqlik ko'rmay, aqaynakda ko'rib olmay, boshqalar men qanday qaraydi, boshqalarning ko'zi bilan qarab baqish. Başkalarının gözü bilen qarab özünün hatalıklarını, acizliklerini, nuqsanları qarab çıkıp onu tutish urinishi bu qilish tegishlik eng muhim ishdan biri. Shunga bilan birlikda boshqalarni o'zi to'sqan ish bo'lib qolsa, o'zi o ishni qilib solmaslik lazım. Xulosalar vaqtimizda bir kishi xatolashib qolgan bo'lsa, o'zini oqlashga urinmasdan o'ziga acizliklarni, nuqsanlarni e'tirof qilishga. Yani itiraf qilish insoniyatga jakalash shart emas. Xo'sh. Bilishga, uni tepib chiqishga oldirishi, uning tavba qilishi, istig'for etishi, tutish urinish lazım. Tavba deganimiz shu. Tavba demadinsa o'zida nuqson yuz bergan bo'lsa, ojizlik yuz bergan bo'lsa, illat yuz bergan bo'lsa, uni e'tirof qilish, uni his qilish, bilish va uni yenish, buni tavba deb ataymiz. Uni tor dunyosi bilan jakalash shart emas. Chunki musulmon kishi ticaret qilgan shirkidan yoki o'rtoqlash bir ish qilgan bo'lsa, o'zininki shirkidan hisob olgandan bakrak o'z-o'zidan hisob elishga, o'z-o'zini tekshirishga, tijoratchi shirkidan uni surishtirgandan yoki uni hisobdan bakrak hisob olmasa, u taqvo bo'lmaydi. Xo'sh. Balkim 5 yil, 10 yil shiriklashgan deyli, yoki bir necha shiriklashganlar foyda ziyon kelgan vaqtida shirkidan qattiq hisob olgandek bir tiyinni o'tkazib o'tmaslik uchun insonni o'zidan so'zlari, sharakatlari, fikrlari haqida o'zidan aynan keskin hisob olamasa, u vaqtda taqvolik darsiga borolmaydi. Mana bu taqvolik yo'li bu, ihson darsiga yetishlikka ochiqcha bundan iborat. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Güzel bir şekilde o'tgan bo'ldik. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib 101-sonimizni shahada tugatib oldik. Haqiqatan özümüzni her bir Müslüman intayin ciddi bir özümüzge sual koyduğun bir şekilde bir tem bol deb qarayman.
her bir sözlengen noktalar. Çünkü zich hayatımızdaki her günü bir minut mu ayrılanmaydıgan, meyli öydü bulaylı, işti bulaylı, ticarette bulaylı. Nerede bolsak, yani sözlep ötüldü o anı. İslam dairesi kirmeydigan, İslam özünün çırıkını uyağı yakmaydigan bir daire yok hem de hayatımızda, her bir Müslüman için. Muşu sözlengen neslerinin hemmesi, nurgun yakışlarını kılıp ettim diyen bilen, emniyette o ihsan derecesi, hakiki takvalık bulmasa Allah'ın aldığı hiçbir nesine erişemeydiganlığımız şunçilik deliller bilen sözlengen buldu. Bir meşhur hadis bağı hemmesi tunuyduğun kıyamet günü. En aldı bilen sual sorulduğun üç türlük insandaki alimni ve bay da şu bütün naite, bütün Allah yaxşı gördüğün bütün yolga pulusunu şu sudek haşlaydıgan bay, alim ve mücahit. Allah yolda cennet takdim kılıp etkenmiş dünyada. İnsanların gözüde. Ama hemmesi şu bilgen ders söylengen şu hakiki Allah'a pakatlanma Allah'ın rızalığı için kılman diyen şu salih, şu ihsan derecesi bakan niyet bulmağaşka dünyada bütün insanların mahtışığı erişken o bayvetçi hocam mı ve vay acep alimken de kişiler hayran kalan o alim mi insanların hazır dünyada ve şehit ülkede de nurgun insanların duasına erişken biçare mücahit mi Allah'ın aldı birinci olup cehennemge sürülüp hemmesi. Çünkü sen dünyada hemme şu işlerin hemmesini insanlar şehit kendisin, bay kendisin, alim kendisin değil iş için kıgantan hep oldun onu dünyada da aşındak mahrum halette yüzücü sürelgen halette cehennemge taşıdın diyen hemmimiz bildiğin bu hadis insanını titretiş gerek bu elbette. Demek hayatımızdaki muşundak çoğu o mesele olan olsa en küçük meseleler geçe bu ihsan, bu takvalık bulmağa vaxtıda nurgun işlerini kıldık dep ahirde ziyan tartığa iş kep çıkırgan gep. Allah hemmimizni öz merhameti bilen saklap kalsın dep tileyimiz. Allah ömür verse aldığımız kepte başka bir temada görüşükçe. Aman bu gençler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.